60 ga 60lik devorlari, poli ham 60 ga 60lik. Turbasini sapochak qo'yib, ustiga qopqoq qo'yib, turbasini bekitib beramiz. Eshiklari qo'yilmagan, aylanasi. Eshik razmeri 9,5 sm tashlab, atkozini aylantirib qo'yganmiz. MDF eshikni olib kelib tirab, qotirib qo'yadi. Bu yoniga nalishkasini qo'yadi. Tekis qilib qo'yilgan. Hojatxonasi bo'ligiga qilib qo'yilgan. Bu kanalizatsiya turbasini ham sapochak qo'yib, ustiga qopqog'ini qo'yib bekitamiz. Buni ham atkozlari qo'yildi. Poli ham bo'ldi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz.